Jo'lan, boya pilisos tozalab chiqdim-ku, endi pilisos qilib kelamanmi? Voy. Pilisos qilinganmidi? Ha? Rostdan. Ha, germanskiy pilisosimni top-toza qilib artib ham chiqdim polimni. Точноmi? Точно. Pilisos qilingan kelamiz qarang. Rostdan. Padiz qilib kelmadingizmi ishqala? Qo'limda solib qo'ymayman-ku, opa. Shuncha musor. Aytdim-ku, men sizga rejissor kuchli deb. Kelam tegdigini ham oladi-yu. Qoqib oladi. Qo'qib oladi. Pechenkalarim o'z bekorga yetishmagan, toza uyda baraka bo'ladi deb. Qaranglar, hozir boshqatdan ham tozalab chiqamiz pilisos bilan. Men sizlarga yomon narsa tavsiya qilmayman. Mana Jo'lonni chaqiringlar, uylarni kelishdan oldin polniy o'zinglar mana generalniy qilib уборка qilib qo'yinglar. Ketinglardan borib Jo'lon gilamlarni pilisos qilib, sizlarga ham mashincha musor chiqazib beradi. Divanni ham yuvib ko'rsatib beradi, polinglarni ham artib, даже matrasinglardagi kirni ham chiqarib beradi. Undan tashqari Jo'lon buni hozir mana havo chang bo'lyapti-ku. Men bu havo tozalashga ham funksiyasi bor. Bor, ishlatsa bo'ladi. Очиститель, увлажнитель, ионизатор, aromaterapiya, dezinfeksiya, приятный hid bilan ta'minlab beradi. Qoqadi, yuvadi-cha, va hamma narsa qilib beradi. Как раз yo'tali, astmasi, allergiyasi borlarga вообще zo'r narsa. Kelininglar bitta pilisos qilib chiqdi, suvni almashtirdi, sizlar mazza qilib toza havodan bahramand bo'lib o'tirasizlar. Shunaqa. Chaqiringlar uylarga, pastda nomer va profil qoldiramiz. Xizmatdamiz. Uyat sharmanda qildingiz meni.